Anu, pastdagi qo'shnimiz Nigor bor-ku. Xo'sh. Eriga xiyonat qilayotgan ekan. Tushunmadim. Nimaga paket tashlab yubordingiz? Bilmayman, hayron bo'ldim. Nima siz hayron bo'lsangiz paketlarni tashlab yuborasizmi? Hayron qolsang, sen ham tashlab yuborasan. Hech ham. Men hayron bo'lsam tashlab yubormayman paketlarni. Yo'q-e. Bo'pti, ushachi. O'sha qo'shnimiz Nigor bor-ku. Men bilan yuradi. Nima? Ne tashlab yubording? Ana, sen ham hayron bo'lsang tashlab yuborar ekansan-ku. Yo, siz to'xtang, gap aylantirmang. Nigor men bilan yuradi dedingizmi? Seni hayron qoldirish uchun aytdim. Yur. Yo'q, to'xtang. Nigor men bilan yuradi dedingizmi? U meni fokusimda emas. Seni hayron qoldirish uchun aytdim. Yur. Aniqmi? Aniq. Paketlarni